Bu savolga ham keldik. Ko'plar so'ragandinglar. Qatnov qismi tomonidan yo'lovchilarning tushishi va chiqishiga qaysi hollarda ruxsat etiladi? Ko'p xato qilyapsizlar mana shu joyda. Mana bu yangi testlar, lekin eski testda ham mana bunaqa javobimiz bor. Trotuar tomonidan yoki yo'l yoqasi tomonidan. Shunaqa joyi bor. Shu javobni belgilasanglar to'g'ri chiqadi. Eskisida keyin javoblarda o'rida 4 ta savol bo'lib kelyapti. Bu yerda 3 ta ekan, 4 ta yoki 5 ta bo'lib keladi. Qatnov qismi tomonidan yoki qatnov qismi tomonidan tushira olmaysizlar, mashinalar harakatlanadi. Yoki trotuar tomonidan yoki qatnov qismining ustida deb keladi. Biza o javoblarni belgilamaymiz. Nega degan trotuar tomonidan yoki yo'l yoqasi tomonidan. Iloji bo'lmasa shu shart bilanki bu hol xavf-xatarsiz bo'lsa va boshqa harakat qatnashchilariga xalaqit bermasa. Orqadan keladigan avtomobillar e'tibor qilishimiz kerak. Mashinaning eshigini siraz ocha olmasligimiz kerak. Yo'lda sizlar harakatlangan paytida ko'rib, ana qilyapsizlar-ku, "Men taksilar to'xtang, mashina kelyapti" deydi. Bakovaga qaraganda, orqa oynaga qaraganda, orqani ko'rsatuvchi oynaga qaraganda mashinalar kelayotganligi, velosipedlar kelayotganligi, odamlar kelayotganligi inobatga olib, hech kimga harakat qatnashchilariga xalaqit qilmaydigan shart bilan trotuar tomonidan yoki yo'l yoqasi tomonidan iloji boricha o'sha tomondan tushiradi sizlarni. Mana bu yerda javobda qaranglar. Transport vositasi majburiy to'xtaganda deydi. Majburiy buzilib qolganda sirasi odamlarni tushirib tashlamaysizlar-ku. Avarenkani yoqib, hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilib, avtomagistrallar majburiy to'xtab qolishi mumkin. Keyin tushirasizlar. Bu javobni olib tashlaymiz, bu to'g'ri emas. Haydovchining xohishiga ko'ra deyapti. Bu xohishiga ko'ra mana shu narsani shaqqa qoldiramiz. Xohishiga ko'ra bag'ini javobini o'qimasak ham sizlar ko'rib turibsizlar. Xohishiga degan narsa u yo'lovchida ham ishlatilmaydi, haydovchida ham ishlatilmaydi, hayotida endi. Kerak emas bo'lgan narsa va piyodada ham ishlatilmaydi. Hamma qaysi javobda sizlar xohishni ko'radigan bo'lsangiz, o'sha javobni belgilamaydi. Xohishiga ko'ra harakat qila olmaysizlar. Hech qaysi joyda. Ayniqsa yo'llarda harakatlangan paytida haydovchilar, yo'lovchilar, piyodalar xohishiga ko'ra harakat qilishi mumkin, lekin bu o'zi uchun xavf tug'diradi. Xavf-xatar tug'diradi. Shuning uchun javobimiz trotuar tomonidan yoki yo'l yoqasidan, iloji bo'lmasa shu shart bilanki bu hol xavf-xatarsiz bo'lsa va boshqa harakat qatnashchilariga xalaqit bermasa.